Abdukerim ablamızning uzun yillik izlanishlarning mahsuli bo'lgan Seyit Nochi dastandin izinde. Qani hozirlangaysizlar. Rahmat. Seyit Nochi milodi 1890-yillar atrofida O'rta Osiyoga mashhur tarixiy shaharlardan biri bo'lgan Azizani Qashqarning To'man daryo bo'yida Ko'zchi Yorbeshi qo'ynida dunyoga kelgan. Keyin u yarkanlik mahir jambaz Hashim Gilovxo'yni o'ziga ustoz tutib, Shinxay inqilobining oldi keynida butun mamlakat bo'yicha Manchinga qarshi qurilgan Gilovxo'y tashkilotining Qashqardagi sho'basiga a'zo bo'lib kirdi. Ve canlıq iş hareketleri bilen parxor əməldarlar, teriktap baylar ve muştumzor törü beylerinin ədbini verip, ulanın közüge mıx bolup qadaldı. Dört darvazının işçi ve teşidiki g'erib qurva, yetim yesir ve ezilgen xalq onu özüge aşını bildi. Onun nami her tarafga tarılıp Seyit Nochi, Seyit Gangung deb ataldı. Türpan'da tuğulgan. Kaynatam Kencaxun takçı. Beşkeremde tuğulgan. Şuna beşkeremde tuqaldırıcık. Biz şeye görüp la anam bilen inim Mehmet Xan'ı elip yoklap gelmesek səhət turdu akşam. Maqul. Qosaqlarımı açqanda men xo'jindan azroq nam bilan talqon etgilay. Bo'ldi. Birden aramayla olup bunu ondaki mağımız. Çayını bir dengi düşken işeceğimiz ha? Maqul. Sizlar odatda bak xushxuy odamdilar. Lekin bugun atgandan beri toza kayfiyatlari yaxshi emasdek ko'rdim. Mijozlar yo'qmi nima? Ha, yaqay bir hafta tamamdı mana. Ammo siz mendan ranjib qoldingmi ya? Sizlar artıq oylab ketibsizlar xotin. Kechadan sal tushim buzilib qolibdi. Shunga nemish qadar ko'nglimga bir g'ash kirib oldi. Qor esib qolgan o'xshamamdi. Qor esib qolganda qiladi. Tushimda tenim bilan beshim ayrim holat tutug'idek. Xudo o'zi aman qilsin. Biraz ayil uçursa, sabiq bervasdak bo'pti-ki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatlikdan turiblar. Tezlar. Sizlar. Alaykum assalom. Voy. Bu çöl jaziriga o'zlari yolg'iz chiqib qolibdi-ku. Uyim o'sha tarafda. Tuzchilik bilan jahondochilik qilaman. Tuz ko'lig'ida chiqib edim. Yiroqdan qaranglarni ko'rib, salomlashib o'tay deb kelishim. Rahmat. Xo'sh. Sapringlar qayoqqa bolarim? Uchturpandan Qashqarga ketyapmiz. Bir tijorat bilanmi yoki? Yaqay. Bir necha yildan beri Rus ellarda sayli sayohat o'tdim. Xo'sh. Ondan keyin Uchturpanda bir mezgil turib qoldim. Ondan to'y qildim. Şuna canının aldırışlıqını taşlap, Qashqardagi anamni, enim Mehmet Xan'ni, hem el ağını dost braderlerimni yo'qlag'ach, yurtim Qashqarga ketyapman. Qo'ymi qutlug' safarga atılmışlar bolarim. Hay. Shunda qarasam, chehringizdan nur, bo'y bastingizdan talvalloh xos salobatni ko'ryapman. Ism sharpingiz nima ekan? İsmim Sitaxun. Sitaxun. Qashqarlik Sitaxun. Mening ko'z oldimdagi bu yigit yavaştan ani tapmay, yamanning paylidan yanmay, xalqning qayoshi bo'lgan, davrimizga mashhur yigoni palvon
Sit Gangong emas to. Ha, yo'q, sizlar sal oshirib aytlar. İş qilib xatolashmagandim ha? To'g'ri topdilar bova. Yo'ldishim dal sizlarga gapini qilayotgan Seyit Gangong bo'ldi. Xotin, Barakallah. Barakallah oğlum. Xudo ömürlerini ziyade qilsin. Nam şereflerini köp anlaqaldım. Bugün öz gözüm bilan görüşkə müyəssər bolubdu mən. Ha, yürünglar. Ha, uyum yiroq emas. Sizdek bir palvonning qadimiyatga bu joyni ulug'lab, bir qo'yning kallasini kesay. Yürünglar balam. rahmat bova. Biz ixtiyoran mangan bo'lsak. Qizim, bir Rahmat bova. Bo'lsa ko'ngillarni qo'pliqsak bo'ladi. Yanımda 3-4 ambulinin Qashqa tetiği gizbergen ciddi bir ma'lumoti bo'lg'achqa, ko'p ayol bo'lsam hukumat ishiga ta'sir etkazgan bo'lib qolaman. Uning ustiga yo'lda u maktubni yo'qitib qo'yib, ko'p hayol bo'lib ketdik. Yana kelib, ot ketib qilib, ko'p jafo tortib ketdik bova. Yaxshi ko'ngillari bizga tegil bo'ldi. Alloh nasib qilsa, yana bir qadimliq safarimizni ko'rishamiz bova. Rahmat. at betib qoldi, maktub yetib ketdi dedilar. Balam, bu ko'nglimdan bir gumon kechdi. Nima gumon? Xalq silni yaxshi ko'rdi. Lekin ambal hocamlarning silni yaxshi ko'rib bitishiga toza ishonmayman. Uning ustiga maktubning yo'qolib ketishi bir bishoratmi qandaq? Bunda odamni qo'rqotmi silchu bova. Uning ustiga bu odam kechirin bir yomon tush ko'rib qoldim deb ko'nglimni g'ash qilib qo'ydi. İşkanlar artık gumanlanıp git barıslar. Ben 3-4 ambuli bilen Kur'an tutup el ağını olan dostlardık olumuz. Sizlerinin bu gumanınla yaxşılar kılan töhmetten başka narsa emas. Balam, adamning içinde adam var. Başkaları ziyade işinip getiş, insanı məğlubiyetke başlaydı. Ben sizlerden ensirep, sizlerge yaxşı bolsun dep şundaq davatime balam. Demesim o ambaldarın alırdı vay diyen bilen köynelerden sizge adavet yüreğimdeki dep oylayman. Çünkü sizler ne çıkıdım ambaldarınla açkan epiyinxana, kımaxallarını urup çıkıp, ularına sizlerine tutkul kelgen çiriklerinin edibini verip, tas kaldılar çok kapılık dergili. Balam, mektubning mazmundan xabardor misiz? Mektupta benim 3-4 meşgavuluk vazifemni Qashqarga ötkeptimiz. Onundan başka yana hükümet işine dair muhim mezmunlar varmış. Ambal hocamlarning tili bilan dili birdek bo'lmishchu. Şan şöhret, mal dünya tepilidir. Vicdan azabı insanı qiynaydi o balam. Sizler tekçi gumanlı atamdılar. Balam, en yaxşı mektubni echib qarab baqqanlar tuzuk. Navadı mektubda xalqqa ziyon selish to'g'riliq bir animil yozilgan bo'lsa, ah ko'ngil xalqning vabali qammamdilar o'g'lim. Amanetki hıyanet namert işidir. Falaketinin amırgı kokkan kişidir. Hayatımda namertlik kıgan emesmen. Canlı altın kümüşke satkan emesmen. Kelse ecel navada canlı aladır. Sula kitip asıda taşla kaladır. Kaşkarımda yaren köp, yalğız emesmen. Kim kısa yamallık, Adem demesmen. Estağfurullah. Balam. Boptu. Niyetiniz mertlik, sadakat bilen. Amin. Sizge ak yol bolsun. Xeyim xatar, yaman söz, qarı külləsilərdən yıraq dursun balam. Allahu Ekber. Rahmet. İslam'a aman bosla baba. Aman bolsunlar balam. Sitaxon.
Tey janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Ha, so'zla. Quloq. Tey janoblarga ma'lum bo'lg'ayki, Qashqar yigitlarining novchilardan biri bo'lgan Sidkongong o'zlariga 3 turpan ambulining maktubini ilib kelibdi janoblari. Nemachi maqtab ketsini? Ishkillarning ko'ngillar bir xil yaqin bo'lgandan keyin hayajonlanib qopti-da. Apoqaylar. Anlasam o bu shaharga akşam yetib ketdi ekan-ku. To'g'ri. Akşam yetib kelgan ras. Akşam kelib, apsi bilan bir kecha mungdishibdimish. Undan keyin etka, o'rdaldek ko'z javish qatorliq joylarda do'stlar bilan paranglashibdimish. Ha? Lekin ularning nimada paranglashganligi to'g'riliq aniq ma'lumot yo'q. Deganlarim ham ras. Lekin keyniga odam sen qo'ydim. Ha. Yuzi qani? Sirni saqlab turyapti. Chaqir. Quloq. Sit noch kirgay! Assalomu alaykum. Titay brother. Vale. Oy! Oy Gangung brother, qanday? Yaxshi bo'ldingmi? Yaxshi. Oy, seni ko'rib bakli xo'sh oldum, jonjigar do'stim. Ha, o'zim shu yaxshi turib Ha, yaxshi. Nihoyat yaxshi. Ha, rost. Anglasam, Uchturponda shiriklarga mashg'ul bo'lsan. Ha. Uchturpon qori shaharlarda askarlarning adibini beribsan. Anlab senden nait hoş oldum Gangung brother. Yanımda Üçturpan ambuldan sana ismegen ciddi mektubu vardı. Ha? Şunu sana verip koşum havalkı. Oy Gangung brother. Köp riyazet çıksa. Baldı tekerlep konma. Sen bile mi özledim tutsa? Kilişinden hayat tapkan bolsam aldığını üzemde çıkmam tem. Baldı. Kene, nemi hoş haberler bakın. Bir okup bakay ha. Qaraganda sen aldıra çok şeyse. Ben mangaç duray. Ki yana bir görüşelim. Vay Allah Gangung brother. Sen nimelerni hep geldin ha. Bu nimi kegülük bu. Jüttüremezsen bombamdı. Köydüremezsen bombamdı. Hey. Brother. Sana bir eş olmalandı. Hey. Ölümnamen ey dostum. Sen üzüm elip kepsen. Menin bu yüreğimge nadamet selip kepsen. Xat bilen menin bilsen köksümge pişak battı. Kanda kılımız Gangung acep mi beşim kattı. Hey. Ben sana idim amrak. Öldüreysini kandak. Öldürmeyi desem Gangung. Hanның yarlığı şunda. Ey ambal, hükümdar sen. Tanlıkta turup kanma. Hanның aldıda asi. Günahka bulup kanma. Şeriklerge et derhal. Mıltıqıga oksasın. Muyduğunuzu hep çıkıp. Hayalsız cinim asın. Gangung brother'ım. Sen üzerinin ölümnameni etkersen. Bunda turuluk nimancık hatırcam cevap versene. Sen nimi degen ah gümül, nimi degen sadda. Hey! Cinayetim ne ki? Vay tan Gangung brother vay tan. Gilavuq katlaştı demdi. Xalqning yüzüge maylı kılıp aldı demdi. İş kılıp ölümnameni geldik enik turuptu brother. Gangung brother, bu işini biz obdan oylashayli. Obdan oylashayli.
Qaravlarni ko'paytinglar. Qattiq tanat qilsin. Allah. Hey, ma kagillikni. Yirmalta yaşımda külle düşken başımga Erzimni bayan eyle yar dost adaşımga Erzimni bayan eyle yar dost adaşımga Na ehlele şu kemde işçi adap halımga Töhmet dokup üstümde Erz kıp dadarınga Töhmet dokup üstümde Erz kıp dadarınga Sitaqın aka, hoş xabar. Xo'sh. Sirtdagi do'stlaringiz sizga kelgan bu kelishmaslikdan xabar tepib, sizga o'q otadigan chiriklarni setib olibdi. Shu xabarni sizga yetkazib qo'yishimni topilgan edi. Nima uchun? Vaqt kelganda chiriklar sizning o'lmaydigan yeringizga otadi ekan. Siz o'lgan bo'lib yetib oldi ekansiz. Undan keyin biz sizni qochirib o'tamiz. Qochir o'timiz? Shuna. Qochir o'timiz. Qechib ketsiz. Meni Sidnochi o'limdan qo'rqib kechib o'tga ata qo'ymoqchiman. Do'stlarimning ko'ngli tegilib oldi. Agar mening do'stlarim mening o'lmaydigan yerimga atadigan chiriklarni yallab olgan bo'lsa, men shu chiriklarni setib olay. Ular mening dal o'ladigan, dal joyiga tushsin. Sitaqın aka. Bizga artık vaqt yo'q Sitaqın aka. Vay Gangung birodar. Vay canjigar Sitaqın aka, do'stim. o'limga vaqt qolmadi. Vay sen Gangung birodarim. Asla ma kelishmaslikni. Gangung birodar, men ko'p o'ylashdim. Asla men seni qochirib o'tay degandim. Faqat amal bo'lmadi. Bas. Xonning oldida gunohkor bo'lib qolma. Emisi menden hergiz rencime canım dostum. Öpmem. Xo'sh, aman bo'l Qashqarliq. Jon jigarlar tuqqanlar. Bugün cuma quloq sol. Söz qadrini uqqanlar. Urug' tuqqan jamoat. Bo'linglar mendan rozi. Mashargoh ko'rishamiz. Bo'lganda Xudo qozi. Sitaxun ölüp ketdi. Tuproqqa kirib ketdi. Bu olam musibatdan yurakka xun to'lib ketdi. Sitaxun Seyit Gangung jinidan judo bo'ldi. Azizoni Qashqarning shunqori ado bo'ldi.